Salom do'stlar, sizlar bilan Tkachenko Aleksandr. Sizlar uchun ajoyib yangiliklarim bor. Bugun Royal Hawk servisi o'zining reklama, keng ko'lamli reklama kampaniyasini boshlagan birinchi kun. Va bizda allaqachon birinchi to'lovlar aynan servisdan kelib tushdi. Ya'ni qarang, biz chizifli marketingga kiramiz, kursorni olib boramiz. Mana ko'ryapsizmi, chaqmoq belgisi ustiga kursorni olib borsangiz, servisdan kelgan to'lovni ko'rish mumkin. Ya'ni qayerda shunday chaqmoq belgilarini ko'rsak, bu odamlar bizning shaxsiy referal havolamiz orqali emas, aynan servisdan, servis reklamasidan kelgan odamlar va ular hamma platina tarifiga ega bo'lganlarga taqsimlanadi. Ya'ni menda platina tarifi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Ha, platina. Va mos ravishda kimda platina bo'lsa, hozir shunday to'lovlar kelmoqda. Ya'ni bu odamlar to'g'ridan to'g'ri birinchi chiziqqa tushadi. Oddiy matritsa to'lovi emas, aynan birinchi chiziqqa. Va mos ravishda, agar bu yerda odam, masalan, paket, tarif yoki biznes joy uchun to'lov qilsa, biz ham matritsada, ham chiziqli marketingda daromad olamiz. Ya'ni bu juda zo'r, bu oddiy matritsa to'lovidan ancha ko'p. Xo'sh, va mos ravishda, chaqmoq belgisi ko'rinmaydigan joylarda esa, bu odamlar to'g'ridan to'g'ri bizning referal havolamiz orqali o'tganlar. Mana shunday chaqmoq belgisi bor joylarda esa, bu odamlar to'g'ridan to'g'ri ro'yxatdan o'tganlar. Ular bizning referal havolamiz orqali emas, lekin baribir birinchi chiziqqa tushib qolishgan, chunki servisning o'zi ularni biz platinlar orasida taqsimlab bergan. Xo'sh, mos ravishda biz ko'rishimiz mumkin. Telegram botga mana shunday xabarlar keladi va bu yerda ko'ramiz. Servis referali sizga birinchi chiziqqa ro'yxatdan o'tdi va email. Mana shunday qilib 1, 2, 3, 4, 5. Odam allaqachon 1 soatdan kamroq vaqt ichida ro'yxatdan o'tgan. Ya'ni biz ko'ryapmiz. 9:21, 12:01, ro'yxatdan o'tish 21:19, 21:25, 20:39, 21:40. Mana shu qisqa vaqt ichida shuncha ro'yxatdan o'tish bo'lib o'tdi. Endi boshlangandi. Mana taxminan 1 yoki 2 soat oldin yangilik chiqdi. Bu funksiya ishga tushirilgani, birinchi reklama ham boshlanganini e'lon qilishdi. Mana natijalar do'stlar. Agar sizda Telegram akkaunti bo'lmasa, Telegram botini Royal Hawk profilingizga bog'lashni unutmang. Buni albatta bajaring. Profilingizni to'ldiring, veb-saytingizga oting, jamoa bo'limiga, chiziqli marketing bo'limiga oting. Mana chiziqli tuzilish. Va qarang, ular endigina siz uchun paydo bo'la boshlaydi. Mana shunday narsalar. Ro'yxatdan o'tishlar. Ha, yana siz birinchi chiziqdagi odamlarni ko'ra boshlaysizmi? Albatta faqat platina tarifiga ega bo'lganlar, ya'ni 3 ta biznes joy, 1 ta biznes joy, 2 ta biznes joy hisobga olinmaydi. 3 ta biznes joy, aynan faol biznes joylar, ya'ni ular sizda uzaytirilgan bo'lishi kerak. Ha, yana aynan faol bo'lishi kerak biznes joy. Bu yerda sizda shunday ro'yxatdan o'tishlar Periliv orqali bo'ladi. Ya'ni agar sizda xarid bo'lgan bo'lsa, 3 ta biznes joy bo'lsa, platina tarif bo'lsa, masalan, lekin bir biznes joy uchun to'lov qilinmagan, aniqrog'i, abonent to'lovi uzaytirilmagan bo'lsa. Shunga mos ravishda bu endi platina bo'lmaydi va sizda bunday Periliv bo'lmaydi. Shuning uchun albatta abonent to'lovini kuzatib boring, uni o'z vaqtida to'lang. Chunki agar shu narsani unutib qo'ysangiz, do'stlar, sizga aynan Periliv orqali kelish kerak bo'lgan narsani olmasligingiz mumkin. Yangiliklar zo'r va kompaniya servis nimani va'da qilsa, hammasini bajarishyapti. Aynan bugun 25-iyun, 25-mayda rasmiy start bo'lgan edi. Yaqin orada yo'l xaritasi e'lon qilindi. Reklamachilar bo'limi uchun sun'iy intellekt ishga tushirilishi aytildi. Va shunga mos ravishda. Mana shu jarayon keng ko'lamli reklama kampaniyasi va Perelivlar bilan birga atigi 1 oy ichida kunma-kun hammasini amalga oshirishdi. Aynan kecha emas, avvalgi kuni. Sun'iy intellekt ishga tushirildi va u banner reklamasida ham, kontekstli reklamada ham allaqachon joriy etilgan. Hammasi avtomatik tarzda generatsiya qilinadi. Reklama kampaniyasini bir necha bosqich bilan ishga tushirish mumkin, ya'ni bu juda zo'r. Bugun 25-si. Reklama kampaniyasi ishga tushirildi va biz allaqachon birinchi liniyaga to'g'ridan to'g'ri servisdan Perelivlarni olayapmiz. Buni matritsadagi Perelivlar bilan adashtirmaslik kerak, ya'ni matritsada bu hamkorlar bir-biriga Pereliv qiladi.
Shunga mos ravishda matritsada bir kishini chapga qo'yishingiz mumkin. Biznes joy 1, ongi va tamom 3, 4 va undan keyingi hamkorlarni faqat o'z hamkorlaringiz ostiga qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda esa hamkorlarning hamkorlari perelif qiladi. Servis buni qilmagan edi. Endi esa servisning o'zi reklama kampaniyasini boshladi. Va endi servisning o'zi bizga pereliflarni to'g'ridan-to'g'ri shaxsiy kabinetga birinchi chiziqqa yuboryapti. Bu juda zo'r. Bu degani servisda odamlar ancha ko'p bo'ladi. Ya'ni platina darajasida bo'lganlar ancha ko'proq daromad olishadi. Platinada bo'lmagan, lekin biznes o'rinlariga ega bo'lganlar ham ehtimol ancha ko'proq perelif olishadi. Chunki ular yuqoridagi hamkorlardan platina maqomiga ega bo'lganlardan ko'proq perelif olishadi. Chunki ularga perelif to'g'ridan-to'g'ri servisning o'zidan keladi. Albatta, bu yerga pul ishlash uchun kelgan odamlar uchun ham reklama ko'proq bo'ladi. Reklama ko'rish bo'yicha topshiriqlarning to'ldirilishi, ya'ni har tomondan faqat foyda, do'stlar. Shuning uchun bu juda zo'r yangiliklar va servis nimani va'da qilsa, hammasini bajaradi. Bu esa albatta quvontiradi. Ha, bu juda zo'r, albatta. Hammaga katta daromad, katta jamoalar, katta pereliflar va katta natijalar tilayman, do'stlar. Ko'rishguncha. Keyingi videoda uchrashamiz.